Assalomu alaykum hammaga. Teskari navo kamizimizda qanday qatilish va necha razmerga qatilishni o'z birgalikda ko'rib chiqamiz. Devorlar oynaga qismi 12,5 cm. Profilimizga chizib olmadi. Profilimizdan pastki tarafga 12,5 cm yuqori qismi bo'ladi. Buni orqasida butun rekamizga 4 cm shu rekamizga kirgizib qo'yiladi. Pastki qanot teskari navoiyimizni tepalik qismi profili naganeshni desak ham bo'ladi. Shunaqa joyga qatiladi. Mana ichki tarafidan pastki tarafining profili. Shu rekamiz bu joyga splashni tortib olinadi. Kirgizib qo'yib tag qismidan qatirib qo'yiladi. Tepa qismidan qatirish shart emas, chunki mon navoiyimiz buni tepa qismini itarib oladi. Teskari navoiyimiz 25 rasxoddan chiqadi. Yuzasi 22 qoladi. Chetlariga 1,5 cm dan qayriladi. Buni bitkizgandan keyin bunaqa lola gullari bo'ladi. Lola guliga ham e'tibor berasizlar. Mana bunaqangi orqasiga qayrib qo'yilgan bo'ladi. Buni kley qilmasdan shunaqa qayrib qo'ysa, xudo xolasa uzoqroq xizmat qiladi. Mana bunaqangi abrazes qilib chizib olganmiz. Shuni to'g'rilab turib sop qo'yiladi, hech qanaqa samarasi bo'lmaydi. Hammaga rahmat. Xudo xolasa keyingi videolarimizda bu qismlarni qanday keltirishni videosini qilib chiqamiz.